nima edi? Matematika fanlar ichida son, uning sirlaridan bo'lingiz ogoh. Misol masalalarga jamiz, matematika fanlarini ochamiz. Yashang birga, barakallah. Bugungi darsimizni ham har doimgidek musobaqa qilib o'tamiz. Birinchi guruh donolar, ikkinchi guruh bilimdonlar, uchinchi guruh ziyraklar. Qani shiorimiz nima edi, donolar? Qancha bo'lsa savollar, tez topamiz donolar. Yashanglar, barakallah. Darsimizni boshladik. Hamma dars kitobiga qarang. Qalamlarimiz tayyormiz. Bundan oldin televizorga bitta qarab oling. Mavzu bo'yicha Sizlar berilganlardan foydalanib to'g'ri tenglik tuzing. hop, endi o'ylayman. Kesma mavzusi. Testlarni yechib bilimingizni sinang. Mevalar ortiga misollar bekitilgan. Misollarni to'g'ri yechsangiz, mevalarni tipratikan terib oladi. Qarang, ishlaymiz birinchi eng tepadan boshlaganimizda. Yetishtirgan bolalar. Barakalla. Hop, ana. Barakalla. 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 Yana bir bor o'ylab ko'ring. Iya. Barakalla. Necha ekan? Barakalla. Barakalla. Bolalar shakllarni yasangga bo'yang. Misollarni javoblari bilan moslashtiring. Narsalarni og'irligini o'lchang. Misollarni yechib taqqoslang. Santimetr uzunlik o'lchov birligi bo'lib, uni Endi dars kitobimizga qaraymiz bolalar. Eng tepasida nima turibdi ekan? Kvadrat ekan, sehrli ekan. 11. Birinchisiga endi necha yetib olamiz? 11 chiqishi uchun men bu tomoniga yoza qolay chekamiz. Mana, qarang. 10 ekan. Topshiriqqa qarang, kitobizdagi arqonning o'rtasidan bir bo'lak kesib olindi. Ko'ryapsizmi? Uni qanday atash mumkin? Qarang. Mana. Arqonning ikkitasidan, shuni ikkita joydan qaychi bilan kesib olibdi. Shu joyini qanday atash mumkin? Uzuni. Arqonning o'zi uzunmi yoki kesilgan joyimi? Holatda uzun, ha? To'g'ri chiziqni shunaqangi ikkita nuqta bilan belgilab, lotin alifbosini bosh harflar bilan belgilasak, bu kesma bo'ladi. Tushundingizmi? Nima bo'ldi? Kesma. Arqonni o'sha bo'lingan bo'lagi ham arqonning bir kesmasi deyiladi. Tushundingizmi? Xo'p, ikkinchi topshiriqqa qarang. Qaysi guruh birinchi bajaradi?
birinchi nechta kesma bor ekan? Birinchi qator, ikkinchi qator. Qaysi qator tez topadi? To'rt chizigini rasmga qarang avval. Qani bu yerda? Yo'q, noto'g'ri. Yo'q, Shinoza. Yo'q, Adina bor. Yo'q, Bekoyim. Yo'q, qani? To'g'ri, Beruz to'g'ri aytdi. Uchta ekan. Chunki mana to'g'ri chiziqni ikkita nuqta bilan chegaralangan qismi kesma. Qolgani kesma emas. Ana o'sha kesmalar endi harflar bilan belgilang. Birinchisiga yozamiz. A, B, ikkita nuqtali. Yozdingizmi? Keyingisi mana bu. Hamma chizuvchini qora qalamini oladi. Birinchi kesmani necha o'lchadi? 8 santimetrlik kesma chizamiz. 0 dan boshlaymiz, ha? 0 oxiri necha bo'ladi? 8 da tugaydi. A, B, kesma. Bu nima ekan? A, B kesma ekan. Endi keyingisi necha santimetr edi? 5 edi, ha? Bu S, D kesma. Siz bu sonlarni yozmang. Sizga bilsin deb yozib qo'ydim, xo'pmi? 08, 05 yozing. Yoniga misolini yozing. Gap. Yozing. 10 santimetr. Yozasın. Nima yozgan bo'lsam shuni yozasan. Davom etishligini. Necha ekan? Endi nima qilamiz? Birliklarga birliklarni qo'shamiz. Necha ekan? 3 ga 5 ni qo'shib olamiz. Necha bo'ladi? 5 ga 3. Nima doldiringizlar, men deb qo'rqdim. 1 ga 8. Necha chiqdi? Birlik xonasiga necha chiqdi? 8. O'nlik xonasiga 9. O'tir, 4 nafar oldik. Vaqt oldik. Men deb qo'l ko'tarib. Qani? Ikkinchi qator. Shahrizoda chiqib o'ylanib turibdi. Tez. Vaqt ketdi. Siz daftaringizga mustaqil ishlab olib kelavering. Tez. Qani? Kimlar qo'shib olar ekan? Senikini ham yozib beray, bo'ying yetmay qoldi-da. Ayrish ekan. 24. Ayrish. Qani? Bu necha ekan? Voy, bu necha son? Buchi? Xo'p, birlik xonasi 7 dan 4 ayiramiz. 3 yoz. 6 dan 2 ni ayiramiz. O'nlik xonasi 43. necha chiqdi? O'tir. Rag'batcha qo'y, tur. Sen ham turding. O'ylanib. 3-chi qator. Chiq Ibrohim. Barakalla. Ana. Basta. İbrahim seninki 10 yıl ekan, bo'ying yetadimi? Barakalla. Ana, bunga 5 lira.
Kelmay o'zim. Qara to'g'ri yozyapmanmi? Xuddi yemək. Nega? Qiziqmi? Siz qolib Ana, to'g'rimi? Istas. Tamam, ne çıxay? Ol, rahmatchi. Barakalla, mana juda chiroyli yozdi. Chiroyli ishlatdi. Storinga juda rahmatchi. Boyog'ing ona so'rasin. Gapirib ishlaymiz-da. Storinga rahmatchi. Kattalik bilan chiroyli yozsa, santimetrda yozib qo'ying. Tez yozib ket. Esdan chiqaradi. O'zlar chiroyli. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yurtboshimiz ko'rsatgan yorug' yo'lda manzilgacha yo'ldoshimiz baxt bo'lgay. Vatan bizdan kutmoqda buyuk ishlar, bu ishonchdan jo'shar ishtiyoqimiz. Bunda jamdir barchinoy alpomishlar, ko'ksi baland yoshlar ittifoqimiz. Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik. O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari Bolalikdan asov otni egallab, doim zafar quchgan Temur bobomiz 12 yoshida taxtni egallab, yurt boshqargan bizning Bobur bobomiz. 9 yoshda Qur'onni yod bilgan kim? Eng ulug' muhaddis Buxoriy bobom. 7 yoshida mantiq o'tayirni yod olgan kim? Bizning Navoiy bobo. Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik. O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari bu kun jahon maydonida ko'p yoshlar bo'lmoqdalar ajdodlarga munosib. Ular yurtni marralar sari boshlab, beruniylar bosgan izlarni bosib. Yurt bayrog'in Kubroday mahkam tutib, yuksaklarga qadar uchgan yoshlarmiz. Boladurmiz, turmaymiz baxtni kutib, har jabhada zafar quchgan yoshlarmiz. Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik. O'zbekiston
jahon yoshlari. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yurtboshimiz ko'rsatgan